Bu yil 25-yil men uchun hayotimda eng muvaffaqiyatli yil bo'ldi desam adashmayman. Viloyat kengashi deputati bo'ldim. Siyosatda nima deydi, jarayonlarga faol bo'lib qatnashish uchun menda katta bir kuch, g'ayrat to'plandi. Undan tashqari prezidentimiz tomonidan Mo'tabar ayol ko'krak nishonini olishim ham mana shu ayollarga bo'lgan prezidentimizning katta ishonchi. Men bu ishonchdan oqlayman degan umiddaman va bor kuchim, bor g'ayratim bilan vatanimiz uchun neki qilish kerak bo'lsa hammasiga tayyorman. Men tarbiyada bo'ladimmi, siyosatda bo'ladimmi, har doim nima deydi, o'zimning kuchimni, mehnatimni shunga sarflab kelganman. Bundan keyin ham mana shu vatanim uchun ne kerak bo'lsa hammasiga tayyorman. Mana Navro'z arafasida turar ekanmiz, yurtdoshlarimizni bu yilgi mana shu Navro'z ayom bilan tabriklayman. Albatta yurtimiz tinch bo'lsa, tinch yurtga bayramlar yarashadi. Bayramlarga ulashaversin. Xalqimizning mana shu keng qamrovli ishlarida muvaffaqiyatlar tilab, rahbarlarimizga, prezidentimizga, viloyat rahbarlariga va tuman rahbarlariga jamiki sog'liqni va ishlarida g'ayrat va omadlarni tilab qolaman.